Sirdaryo postidan Gulistonga qadar nechta noqonuniy va qonuniy radarlar bor? Buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Впереди камера. Ограничение 70. Вижу. Ограничение 80. Men bularning qonuniy hamda noqonuniy ekanligini qayerdan bilib oldim? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 232 hamda 318-sonli qarorlariga asosan har bitta radar moslamasi metall ustunida bo'lishi shart hamda 250-500 metr oralig'ida radar yo'l belgisi qo'yilishi majburiy hisoblanadi. Agarda yuqoridagi nizom talablari bajarilmaydigan bo'lsa, barcha radar moslamalari noqonuniy hisoblanadi. Ko'p haydovchilar antiradar olishga kelganda pulini tejashadi, lekin ayrim haydovchilar bilmaydiki, 1 yil mobaynida shu antiradar pulini shunchaki jarimalarga to'lab yuboradi. Shuning uchun sizlarga do'stona maslahat beraman, bitta antiradar oling va xotirjam yuring. iBoxdan Sonar Pro antiradarni sizlarga maslahat beraman. Sababi o'zim ham ushbu antiradardan foydalanaman. Ko'rdingiz, Gulistonga qadar barcha qonuniy hamda noqonuniy radarlarning barchasini ushlab berdim. Shuning uchun qo'rqmasdan va ikkilanmasdan sizlarga ushbu Sonar Pro antiradarini maslahat beraman.